Stansiya yotdim. Maza qilmadi, men uni og'riq qolmadi. Qayerda yotdingiz? 400-500 metr yursam oyog'im ko'chalab katta tuzalashib o'zimga hech narsa segmay qolib, yurolmay qolaman. Yurishmay qoladi oyoq. Ha. Mani 500 emas, 300 metr yursam bunday bo'ladi. Belim pastdan og'riq yuradi. Talablar qilib kelgandan keyin mashq qilsam belim sinib ketaman deb o'ylaydi. Qancha vaqtdan beri? Ancha bo'lib ketdi. Ancha bo'ldi. Belingizda og'riq kuchli. Mana Mamutda siqilish bor ekan. Nervda. Belingizda. Mana bitta qog'ozni ko'raylik. Yo'lto'rlar deyishdi. 3 ta greja bor. Yo'q, o'tirmasin, hozir bu yoqqa yo'taladi. Diskali o'zam bor ekan, o'z qopag'onasi qiyshiq. Tekis turingchi, do'stlar, tekis turing o'zingiz. Tekis. Mana bitta yelka simmetrichni baland, bittasi past. Mana bu yelkangiz mana bunda o'tiribsiz. Mana shunda. Belda ham siqilish bor ekanda, asosiysi mana shu nestabilniy deydi. Ya'ni qiyshiq. Beldan keladi bu narsa. Shu og'riq berishi ham asosiysi mana shu beldan. Bir yoqdagi tok chiqib qolgan. Mana yelka. To'shib. Yo'q, baholasi hozir ko'ramiz, yaxshi bo'ladi. Siyoq bo'lsin qarab. Boyaga aytayotgan holatingizdan, 10 ta og'riqda taxminan nechta ketdi? Endi 8 ta ketdi-yu. Qanaqa his qilyapsiz? Nechida aytdi? Qo'lidan chiqqandan keyin og'riq olsa qarasa. Yaqinda og'riq qolmaydi. Lekin qilamingiz hozir qanaqa hozirgi holatingiz? O'zim yaxshi his qilyapman. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ukolsiz, dorisiz mana shunaqa lechena qilish imkoni bor. Faqat ozgina o'sha qunt bilan ozgina o'zini sog'lig'iga e'tibor bergan holatda o'sha lechenani olib turish kerak bo'ladi. Yuring chiqaring do'stlar. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Yaxshi. Yaxshi. Xudo xolasa mana shunaqa lechena olib turasiz, doda. Yaxshi bo'lasiz.